Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün iman hakkındaki kitaptaki tövendeki babını okuyumuz. Bu babda Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın men sizlarning içinlarda Allah'ını en yaxshi tanıydıqaraqınlar degan söz hakkında. Ve şundaqla hakiki ma'rifat, hakiki bilish qalbning ishidir. Kalbinin şerkitidir degan söz hakkında. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Allah Teala sizlarni qalbinglarning qilmishlari tufaylidan jazolaydi deydi. Ondaqda bu nim degan gaplar, buni hadis orqali tushunaylik. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi alayh shundaq deydi. Bizga Muhammed ibn Salam hadis so'zlab bergan edi. Muhammed ibn Salam İmam Bukhari'ninki şu Mavara Nehrdeki Türkistan'daki ustazları. Hazırkı Baykentlik. Baykent adırmış o Kazakistan'a doğru kilemdiki. Bu adam Eceriyan'ın 25. yıl ölüp ketken. Şu devirde Orta Asya'daki en katta hadis rivayet kılgan çoğun muhaddislarınki biri. Bu adam öz zamanında 5 manak hadisini yazıp biletken Mavara Nehir'de. Uzun, nait köp seferlerini kılgan, o adam nait köp kitaplarını yazgan adamda. Bu adam onun nait ıhlası men. Mesela özünden değişçe hem de ben 40 ming pulni, yani 40 ming dinar yak dirhem şu vaqtning pullarini, ya 40 ming tilla pulni ilim ügüniş için sarf qilgan. Yani 40 mingni ügenge ilimimni taqtish için sarf qilgan deydi. Ma odatlik ish emas bu. Bu öz davridagi nayt katta Buxoroning Mavra an-Nahrniki katta o'limi alırdın. İmam Buxari rahmetullahi alayh mana mush kishiniki shogirdi bo'ldi. O'rta Osiyoda Mavra an-Nahrda nayt ko'p nurg'un ölümalarını terbiyeleyen, yetiştirgen alimlarınki biri. Bu kişi deydi bizge abda hadis sözlep bergen, ya haberi vergen idi dedi. Bu abda tipti Süleyman el-Killabi, bu adam Hicriye 187 yılı ölüp ketken, özüne ait işencilik, lekin ait kembagal yaşayan adam. Şunda bolsun ayette bek takva, salih ötkende. Bu zat mı şu Irak'nınki hazırkı şu Kufa şehrinde ölüp ketken. Bazenler hem de 188. yıl depti, bir yıl aldık yani farkı var. İmam Ahmed ibn Hanbel nait bekmişenjilik deb sifatlagan. Öz nait yaxshiligi qattiq kambag'al o'tgan, o'zining uchisi juki bo'lgan deydi. Bir kichikkin pul yaramoqda holat o'tgan odam deb sifatlabdi. Hamda bu odam Hishomdan hadis rivoyat qilibdi. Undaqda Hishom kim o? Hishom burun o'tdi bo'g'ay. Bu odamning ismi Hishom ibn Urvat ibn Zubayr ibn Avvam. Zubayr ibn Avvamning nevrisi bo'ldi. Bu kishi o'zining dadisi rivoyat qilibdi. Dadisi Urvat ibn Zubayr. Bu kishining tarjimalim o'tab bo'ldi. Abdullah ibn Zubayrniki enisi bo'ldi. Bu zot Ayşe radhiyallohu anhadan hadis rivoyat qilibdi. Ayşe anamiz payg'ambarimizning eng sevimli ayoli. Ayşe bint Abu Bakr Siddiq Hijriy 58 yil o'lib ketgan. Bu anamizmi ta'riflash hojatsiz. Bu anamiz shundoq deydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam sahobalarni biror ishga burmoqchi bo'lsa, ularning taqati yetadigan, kuchi yetadigan qulay ishlarga buraydi deydi. Ular bu sahobalar Rasulullahga debdi-da, "Ya Rasululloh, biz sizlarga o'xshamaymiz. Biz bir oddiy bir bandalar. Alloh taolo sizning o'tmishdagi va keyingi gunohlarining hammasini mag'firat qilgan." Shuning bilan Rasulullahning g'azab kelib, hatto yuzlarida bu g'azab o'tlari ko'rinib, bilinib qoladi deydi. Ondan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kayıp bundaq deydi. Men sizlarning ichinglar ichida Allah'dan en bek qo'rqadigan, Allah'ni en yaxshi tanıydigan birsijimi? Sizlarning ichinglarda hammadan yaxshi tanıydigan menjimi deb mushtaq kayıp ketadi dedi. Bu hadisni nimani tushunamiz degan vaqtida Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün umum insonlarniki Müslümanların umum taqatini his qilgan nuqtadan chiqish qilib turib, shularning kundilik har xil turmush sharoitiga beqib bu ibodat usullarini har xil vaqtlarga, har xil makonlarga qarab bo'lib belgilaganda, ona eng afzal ibodat nima degan vaqtida öz paytida, öz vaqtida, munosib sharoitida Allohni ilohni rozi qilgudek shaklda qilingan ibodat eng afzal ibodat bo'ldi. Çünkü peygamberler Allah'ını razı qilish vaqtini, paytini en yaxshi bilgichilardir.
Babninki beshida ma'rifat qalbning ishidir dedik. Hamda bu nima degan bo'ldi desak, bu yerdagi ma'rifat ulamolarningki nazarida bu iymon ma'nosida kelgan. Undaqda Allohni haqiqiy shu ishonchlik holatda shak shubhasiz bilish nuqtasi nerda bo'ldi deganda aql kallada emas, bu qalbda bo'ladi, qalbda. Qalbda haqiqiy shu Allohni bilishdan iborat bir iymon o'rnab muqimlashgan vaqtida o'zlikdan bu yerda amal hosil bo'lishga boshlaydi. Şolaşqan şu dini meselelarda aqldan bekrak şu qalbninki ovoziga, qalbninki sadosiga bekrak, qalbni bekrak tanishiga yaxshi bu jihatda. Demak, iymon qalbning bilishi bilan takomillashadiki, hargiz aqlning bilishi bilan emas. Aqlning bilishi ma'lum doirada, cheklik doirada bo'ldi. Hem foyda manfaat o'lchimini asos qildi aql ko'pincha holda. Qalb bo'lsa, hamda haqiqiy iymon o'rniga vaqtida mutlaq taslimiyatchilik asosida Alloh taologa bo'ysunadi. Bunda foyda manfaat ko'zlash bo'lmaydi. Bu iymondan Allohni hurmatlash, Allohni ulug'lash, Allohdan hayo qilish, Allohdan ayminish qatorliq esil iymoniy tuyg'ular shuni odatda ham kuchib ziyoda avunib oshadigan gap. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.